Annyeong qilasizlar. Bugun biz sizlar bilan brokkoli vlog olamiz. Xullas, bugun menimcha qanaqa vlog bo'lishini уже bilib bo'lgansizlarmi? Obloshkadan yoki bilmagansizlar. Buni men hali bilmayman qanaqa obloshka ismi. Xullas, hozir soat 6:53. Ertalab. Uyda hech kim yo'q. Faqat men singlim bilan o'tiribman. Hozir oshxonaga tushdim. Hozir singlim xonamiz yaxshi taryapti. Men bo'lsa hozir choy tayyorlayman. Endi biz tezgina choyimizni icha olamiz. Choyimizni ichib oldik va hozir endi sразу kiyinib olish kerak tez. Dadam, men уже kiyinib oldim va конечно же o'zimga удобный kiyim kiydim. Yana to'yga mana shunaqa kiyimda ketar ekan deb o'ylamanglar. Hozir baribir ertalab, hozir ammamga boramiz. O'sha yerda o'tirib, kakada fotosessiya ketayotganda o'sha kiyim olaman. Hali chunki borda obeddan keyin. Bo'lmasa kiyimimni kirib qo'yaman. Xullas, endi tezgina tilam taqib olamiz. Da, bu meni tilam. Biz hozir уже ketishimiz kerak va tezgina kiyinib olamiz. Ustimizga to'g'ri. Bu уже kiyim bo'lyapti. Xullas, bo'ldi, biz уже endi ketyapmiz. Уже keldim. Tadadam. Sana kadar Biz уже kiyim bo'ldik. Turibsizlarmi, tinchmi, sonlar yaxshimi? Kamchiliklar yo'qmi? Hammasi yaxshi, yetarli. Kamchiliklar bo'lsa ha endi to'ychilik. Yaxshi niyatda to'ylar qildik, mehmon bo'ldi ko'pchilik. Kastımışımla mutlu boylarından orgulli. Yar yarane toylar bolsun mübarek. Kıstır şartlamaz toylar bolsun çıraylı. Yar ey toylaringiz bolsun mübarek. Kastımışımla mutlu boylaringdan orgulli. Yar ey mutlu kastımışımla mübarek. Toylar qilgan o'zbegimdan